Bugun Bokudagi bir kunimni birga o'tkazamiz. Let's go. Xinani to'yiga o'tkazib, bugun o'zimizga kelib aylanishga chiqdik. Kunimni shu manzara bilan boshladim. Bu neft chiqazib olish. Bunaqa manzarani ko'p ko'rsa bo'ladi yo'llarda. Bilasizlar, Ozarbayjon neft davlati. Bu shahardagi minuslardan bittasi bu shamol. Ужасный shamol. Har kuni постоянно. Shuning uchun sochi ukladka qilish umuman kerak yo'q. Menimcha Istanbuldan keyingi mushuklar shahri bu Baku. Hamma joyda mushuklar. Yo. Fikrimni o'zgartirdim. Kelinglar, bir kunim emas, Baku haqida gaplashamiz. Men uchun Baku juda ham udobniy shahar. Nimaga bilmayman, lekin o'zimni juda ham komfortni his qilaman shaharda. Arxitekturasi bir ko'rishda juda ham chiroyli. Odam faqat rasmlarga, videolarga olgisi keladi, lekin buni ko'rmaydigan tarafi ham bor, afsus. Bakuda mashina haydash ozgina опасныйroq, водительlar sabrsiz. Shuning uchun yo'llarda o'tganda ehtiyot bo'linglar. Tilga keladigan bo'lsak, rus tilida gaplashadigan odamlarni men juda kam ko'rdim. Bor, lekin lично men kam ko'rdim. Kafelarda, restoranlarda ham ofitsiantlar kelib birinchi o'zini tilida gapiradi. Agar turistlar bo'lsa tushunmasa, angliyskiy, ruskiyda gapirishadi. Bakuda yashaydiganlar menimcha точно zerikmaydi, chunki shaharda har kuni nimadirlar bo'ladi. Bir kun retro mashinalar festivali, bir kun luxury mashinalar festivali, jara, har xil konsertlar. Shahar bitta joyda turmaydi. Bularni ko'rgandan keyin o'ylab qolamiz. Может, Polshadan Bakuga ko'charmiz?